Akalar, ikkinchi etajimizda obzordan ham ko'ra, birinchi etajimizda obzori qiziqroq chiqadi deb o'ylayman. Qani? Hozir bu yerda ko'rsalaringiz bo'ladi. Ortgan materiallarimizni alohida qilib, o'zimiz akkuratlik qilib tayyorlab qo'ydik. Ertaga uydagilar ham qiynalishmasligi uchun. Hozir bu yerda holimiz bo'lyapti. Holimizda ham katta o'ynakdagi radiatorlarni qo'yib berganmiz. Hozir bu yerda mana oshxonamizni ko'rsalaringiz bo'ladi. Turbalarimizga kelishlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bitta aytib ketilgan narsalarni aytay akalar, xudo xolasa bu yerda resirkulyatsiya qilib berganmiz. Kranni ochishlaringiz bilan sirazi suv keladi. Hozir oshxonamizni ham polni to'plib olib yurg'izib berganmiz. Xo'p, bu yerda bu birinchi etajimizda bitta spanli bo'lyapti. Bu yerda ham bitta kollektorlarimizga joy tashlab berganmiz. Kollektorlarimizni mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa kollektorlarimizga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Hozir bu yerda sanuzellari spanlining sanuzeli bo'lyapti. Hozir sanuzellarimizga bitta kelib ko'rsating. Bu yerda tahoratimiz bo'lyapti. Tez obzorlarni qilamiz. Tahoratimiz, rakivinamiz bo'lyapti. Unitazga joy chiqarib berganmiz. Avariyniy trap, xudo xolasa sushilka, oldida dushimiz bo'lyapti. Bu yerga ham kerak bo'ladigan hamma narsalarni qilib berilgan, full pozitsiyada bo'lgan. Xo'p, bu yerda ham ikkita derazalarning tagiga radiatorlarni qo'yib berganmiz. Bu yerda to'pli pol bo'lgan, o'rtada divarlarga joy tashlab turib, sistemalarni qilib berilgan akalar. Hozir bitta oxirgi xonalari obzorlari qoldi. Shu bilan ishimiz ham yakun bo'ldi. Xo'p, bu yerda ham yana bitta mehmonxona bo'lyapti. Unisi erkaklarga bo'layotgan bo'lsa, buni ayollarga bo'ladigan mehmonxona bo'lyapti. Hozir bu yerda ham radiator ikkita tomonga, keyin to'pli pollarni qilib berilgan. Yana o'sha oldin aytgan gapim, kimgadir issiqlik yoqadi, kimgadir yo'q. Har xil holatda bo'ladi. Misol, shu narsalarga inobatga olib turib, shunaqa holatda ish qilib berilgan. Hozir bu yerda eng общий birinchi etajimizda kollektorlarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, akalar, yoqsa like sizlardan iltimos. Qani? Xudo xolasa 17 talik kollektorimiz bo'lyapti. Kollektorlarimizga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Turbalarni ko'rinmaydigan qilib, akkuratlik qilib berilgan. Negativ kerak emas. Ishlarimizga bitta baho berib, like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Akalar, videomizda oxirida kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ishlarni ko'ngildagidek sifatli, arzon qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizga rahmat.